bir uy olaman deb shunchalar harakat qilyapman do'stlar, qishloqqa kelman hozir. Uylar shunchalar qimmat bo'lib ketdimi? Mana aytdim, mana ko'chada bo'ydoq yigitlar nima uylanmay ko'chada ichib chakib shunday dardini faqat siqilgan qo'shiqlarni olyapti. Uy yo'q bolaga qiz bermaydi. Uy qimmat bo'lyapti. Bu turishda qarib ketamiz-ku. Uyni arzon qilinglar, amakilar. Xolalar iltimos. Qizlar ham ko'p kutolmaydi. Men ham siqilib qoldim. Uylar narxini eshitib to'g'risida. Necha kilo pul ko'tarib uy olaman deb yuribman. Uy narxini eshitib qanday mashinaga o'tirib olib, bu so'y ketavergan bilmay qoldim.